Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan уборка time qilamiz. Bir hafta umuman uylarni yig'ishtira olmadim. Sababi mazam bo'lmay, boshim juda qattiq og'ridi. Bilmadim magnitli bo'ri bo'lganiga. Mana xudo xohlasa bugun uylarimni chiroyli qilib yig'ishtiraman. Bu videomda boshqa xonalarimni уборка qilgani sig'maydi uchun u videomni boshqa kuni qo'yishga harakat qilaman. O'tgangi videomda aytganimdek stolimiz shira yog' bo'lib ketdi. Shuning uchun men har doim yellab yuvaman. Stolimiz ustini yuvganimdan keyin bezatib, tish tog'larini yuvishga o'tib ketdim. Menda ko'pincha уборка shanba yakshanba qilaman. Chunki shanba yakshanbada vaqtim ko'p bo'ladi. Darslarim ham bo'lmaydi, to'y keragim ham bo'lmaydi. Zida bilan maza qilib o'ynab, birga kulib maza qilib уборка qilamiz. Lekin men bugun payshanba kuni уборка qildim. Sababi jumaga o'tarki uyimizga baraka to'lib turishi uchun oshxonalarimni ham yig'ishtirib bo'lganimdan keyin sizlarga bay qildim. Hammaga xayr.